Bozorlik qiladigan echki haqida eshitganmisiz? Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida istiqomat qiluvchi Ashir Niyozov har yakshanba kuni o'z echkisi bilan bozorga tushadi. E'tiborli jihati jonivor egasi bilan bozorlik qiladi. Ularning dong'i butun viloyat bo'ylab tarqalgan. Ikki do'stni ko'rish uchun Kasbi tumaniga tashrif buyuradiganlar ham bor. Hozirgi lavhamiz orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Hozir mashina o'tib ketsin. Hozir. Har bir insonning yuragida sadoqat va mehrga muhtoj bo'lgan burchak bo'ladi. Kasbi tumanning Qamashi mahallasida yashovchi 60 yoshli Ashir aka uchun bu bo'shliqni bir echki to'ldirdi. Yaxshimi, sog'-salomatmi? Ular o'rtasidagi aloqa so'zsiz, ammo yurakdan imo-ishoralar bilan bir-birini tushunadi, qo'llab-quvvatlaydi. Bu oddiy do'stlik emas, bu hayot saboqlariga to'la sokin, ammo chuqur hikoya. 5 yoshga kirdi. 2 yil bo'ldi men buni bozordan olganimda o'rgatdim. O'zim bilan bozorga keladi, mana ko'chaga chiqaraman. Mana balechiklar aytadi, olib kelgin bir ko'raylik juvoy o'zini deydi, olib kelaman. Har kuni dehqon bozoriga bir-biriga suyanib, bir-birini tushunib keladigan bu ikki jon Ashir aka va echkisi zamonaviy shovqinli dunyoda sadoqat, sabr va tinchlik timsoliga aylangan. Ko'p xislatlari bor. Uyga birov chaqirib kelsa, aga buni ipga bog'lamayman, molxonaga qamayman, yechiq yuradi daraxtning soyasida. Birov chaqirib kelsa, borib eshikni shoxlaydi, va deb yana men yotgan uyga keladi. Men chiqsam yana eshikka yugurib boradi. Ashir akaning echkisi hech qachon odamlarga tashlanmaydi, taomlarga og'iz solmaydi. Go'yoki u ham insoniy odobni anglab yetgandek. Bu esa inson bilan jonivor o'rtasidagi ishonch qanchalik chuqur bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ashir buva har yakshanba kun shu Qamashini bozorida bo'ladilar. Echkilar juda ham aqlli echki, doim ham savdo qilib yuradilar, lekin hech narsaga tegmaydi. Doim orqalaridan bir odamlarga ham ozor bermaydi. Ko'pchilik odamlar faqat yakshanba kun bozor kunini kutishadi ular. Ular asosan narsa olish uchun emas, shu echkini ko'rish uchun. Juda ham unga qiziquvchi odamlar ko'p. Bu manzara endi bozordagi oddiy hol emas. Odamlar aynan Ashir aka va uning echkisini ko'rish uchun keladi. 5 yildan beri davom etayotgan bu jarayon odamlarning yuragida iliqlik baxsh etmoqda. Kimdir Ashir aka va echkisini ko'rib bolaligidagi mehrni eslaydi. Kimdir esa hayotda oddiy baxt nimaligini tushunadi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.